survival qilishda davom etaman va yana qo'y topish kerak. Kamera yoniq ekan. Yo, what the Короче, bola, bugun ham video qilmoqchi emas edim. Просто erindim va video qilishga qaror qildim sizlar uchun. Bugun qiziqarli video tayyorlab qo'ydim. Videoning nomi esa top 5 ta modlarni obzor qildim. Joylarga yaxshi o'tirib olinglar va kanalga obuna bo'lib like tugmasini bosishni unutmang. Oh my god, shunaqa paytda ham yomg'ir yog'adimi? Sen qo'y yog'dirdingmi shu qo'yga? Plus. Короче, bolalar, kanalga obuna bo'linglar, bo'lmasam ana bu qo'yga o'xshab qolishinglar mumkin sizlar ham. Obunachilar, biz top 1-modni obzorini ham boshlaymiz. Bu modning nomi eshiklar modi va bu mod orqali siz har xil turdagi eshiklarni topishingiz mumkin. Hatto bunker qurishda shunaqa videolar olasiz qishloqda. Shunda bu mod juda ham kerak bo'ladi. Yashirin eshiklar ham bor. Короче, bu modni o'zingiz sinab ko'rganingizdan keyin bilasiz. Mana bu toshli eshik ochilish animatsiyalari ham juda ham zo'r. Bu oddiy eshikni, lekin katta varianti ekan. Juda ham zo'r animatsiyalar bilan ochiladi. Katta uylar qursangiz, shu eshiklarni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bu pardali eshik ekan. Eshikma, shunday to'sib qo'yilgan ekan. Va mana bu esa garajlarda qo'yiladigan eshik bo'lsa kerak. Shunday ekan. Bu modni qaysi YouTuberda ko'rgan bo'lsanglar, shu YouTuberning nomini kommentariyada yozib qo'yishni unutmang. Ko'rib turganingizdek juda ham zo'r eshiklar bor. O'zingiz sinab ko'rganingizdan keyin bilasiz. Mana bunday bunkerning eshiklari ham bor. Animatsiyalar qaranglar, obunachilar, juda ham zo'r. Hatto mana bunday bunkerning eshigi ham bor. Buni qaysi videomda ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qo'yishni unutmang. Buni qorasi ham bor. Qaranglar, juda ham zo'rda shu mod. O'zinglar ishlatib ko'rganingizdan keyin meni videoyimda topib kommentariyasiga mod yoqdi, rahmat deb yozib qo'yishni unutmang. Xullas, shu bunkerlar uchun juda ham zo'r mod. Obunachilar, biz top 2-modga o'tdik. Bu top 2-modning nomi NPC modi. NPClarga buyruq bersangiz bo'ladi. Xohlasangiz uni o'tirg'izib, turg'izib, u bilan har xil ishlar qilsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, uni joni 2 ta, uni jonini ko'paytirsangiz ham bo'ladi. Bu yerda har xil NPClar bor. O'zingiz videolaringizga mos NPCni qo'yib video chiqarsangiz bo'ladi. Mana NPClarga ism ham qo'ysa bo'ladi. Tepadagi name yozuvini tagiga o'zingiz xohlagan ismni qo'ysangiz bo'ladi. Mana men hacker o'zini nomini qo'ydim. O'zingiz shunday nom qo'ysangiz ham bo'ladi. NPClarni orqangizdan yuradigan, o'tiradigan, bitta joyda turadigan qilib yasasangiz ham bo'ladi. Mana bu esa yotqizib qo'ydim. Modni olib o'zingiz sinab ko'rsangiz ham bo'ladi. Mana bunday buyruqlar ham bersa bo'ladi bunga. Uni hajmini ham oshirsa bo'ladi. Men mana bunday katta qilib qo'ydim. Qanunda top 3-modimiz. Bu top 3-modimiz shetillarning yuzini o'zgartirib qo'yadigan mod. Buni kompotni videolarda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shunda har xil yuzli shetillar bu kulayotgan ekan. Bu noob shetil. Bu esa qamoqdagi shetil. Bu bilmadim qanaqa shetil. Bu millionerga o'xshayapti. Bu negadir qo'rqayotgan jitilga o'xshayapti. Qolgan jitillarni ham ko'rsataman va ozgina tuxumlar bor ekan. Hammasini ko'rsatib chiqsam bo'ladi. Bu yig'layotgan jitil, millioner jitil va bu bomb jitil. Bu
psix jitil va bu yana yig'layotgan jitil, bezori jitil. Короче, shunday kompotni videolardagi jitillar. Obunachilar, biz endi top 4-modga o'tamiz. Bu modning nomi Monodeco modi. Bu modni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Juda ham zo'r mod. Mana bu mebel modlarni qaranglar. Har xil kompyuterlar va mana bu yerda mebel modlari ham bor. Kompyuterlarni hozir o'zim olib ko'rsataman. Va pastroqqa o'tkazsa televizorlar har xil turdagilari bor. Gullar, xohlagancha gul do'koni ochsangiz ham bo'ladi. Videolar uchun juda ham kerakli mebel mod. Men ham shaxsan shu mebel modni ishlataman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu modni qayerdan topamiz desangiz, men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim silkasi kommentariyada bo'ladi. Endi esa kompyuterlarni sinab ko'ramiz. Bu kompyuter hatto yonadi. Yonib o'chirsangiz ham bo'ladi va televizor ichiga kirib qoldi. Bu oddiy mana ursangiz o'lib qoladigan mebel mod emas. Bu blokka o'xshab sinadi. Va bu PlayStation bo'lsa kerak va bunisi esa mini mikrofon va bu ham kompyuter. Bu modning eng afzal tarafi mana bu ikkita qo'limdagi narsa. Bu mono kamera bilan siz unday bitta telefonda ikkita personajni boshqarsangiz bo'ladi. Bu modni hamma mendan so'ragan kommentariyada, lekin men 200 ta obunachidan keyin qayerdan topishingizni aytaman deganman. Mana modni ham topdingiz. Shu yerda 4-mod obzor tugadi. Obunachilar, bizning eng oxirgi top 5-modimiz mana bu F5 modi. Bu mod bilan siz oldi kamera va orqa kamera va o'zingizni kamerangizni ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu orqa kamera. Bu modni ko'p kishi qidirgan va siz nastroykaga kirib betingizni ko'rsatish uchun videoni qirqib shunday qilib montaj qilib o'tirmaysiz. Shunday o'zingiz oldi kamerani ko'rsangiz bo'ladi. Video orasida survivalga ham o'tib olsangiz bo'ladi. Hozir esa men adventure rejimidaman va bu rejimda siz hech narsani buza olmaysiz. Creative, survival va mana bu spektator modida siz o'zingiz bilsangiz kerak bu spektator modi nimaga kerakligini. Hammaga xayr obunachilar. Bugungi videomiz shu yerda nihoyasiga yetadi. Kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan men Leo Minecraft bo'ldim.